Dalboyib shogird, sen meni unday qilib qiynama, qara deb yo'q bo'lib qolaversang bu ketishda bo'lmaydi. Ustoz, faqat meni kamsitganingiz kamsitgan. Ha, kamsitmaslik uchun biron bir narsa bormi? Ko'rsat, biron narsa ko'rsat. Men seni shogird qilib olganman. Bir yil ichida seni odam qilib tarbiyalashim kerak. Qachongacha molga o'xshab yurasan? Talantimni ko'rsataymi ustoz? Albatta, bormi talant? Bor, qani yuring ketdik. Qani ko'ramiz. Talantini ko'raylik, bolani. Dalboyib shogird, bu yerga nima keldik? Aktivniy zal-ku bu yer. Sizga shu yerda ko'rsataman talantimni ustoz. Hozir 5 minutda hammasini ko'rib olasiz. O'zingiz baho berasiz. Qani shogird, bir talantingni ko'raylik qani. Vobba shogird ishqilib sahnaga chiqib olib, shu yerda ham bir parod qilmasang bo'ldi, ishqilib nima bo'lsa ham. Ustoz, menga ishoning, hammasi zo'r bo'ladi. Uyaltirib qo'ymaysiz. Sensiz yuragimning koshonasi bo'sh, kelgin yuragimga yuragingni qo'sh. Sen tomon eltuvchi so'qmoqlarinsin. Ustoz, qanday, yoqdimi sizga? Shunday talantli shogirdim bor ekan. Bilmay yurgan ekanman-da. Shogird, hali buyuk inson chiqadi sendan xudo xolasa. Ustozim bo'ladimi qo'shiq? Zo'r talanting bor ekan, xudo xolasa shogird nasibsa xalqdan podpiska, like banglab tursa, bundan ham udorlari chiqadi. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va keyingi videolarni kutib qoling. Olg'a.